Ajdodlarimizning merosi har bir avlod uchun iftixor va ilhom manbai hisoblanadi. Ularning hayoti, ijodi va olgan saboqlari bugungi yoshlar uchun nafaqat tarixiy ma'lumot, balki ruhiy ozuqa va ma'naviy tarbiya manbai sifatida xizmat qiladi. Shu meros orqali har bir avlod milliy qadriyatlarimizga hurmatni anglaydi. Ona tilimiz va madaniyatimizni asrab-avaylashga intiladi va o'z kelajagi uchun bilim va tafakkur yo'lini tanlaydi. Ana shu maqsadda Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida buyuk shoir va davlat arbobi Mir Alisher Navoiy hamda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludlari xotirasiga bag'ishlangan badiiy kecha, ochiq darslar va zakovat intellektual musobaqasi o'tkazildi. Ochib gul g'unchalari etganda xanda, juvonmarg g'unchani ham esla, yod et. Ushbu tadbirda o'quvchilar ruboiy va g'azallarni yoddan o'qib, musiqa va kuy-qo'shiqlar orqali o'z ifodalarini namoyon etdilar. Bu jarayon yoshlarni milliy qadriyatlar, ona tiliga hurmat va tarixiy xotirani asrashga undaydi. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jon basi qildim fido, orom joni topmadim. Ochiq darslar davomida o'quvchilar buyuk shoir va davlat arboblarining hayoti hamda ijodi bilan yaqindan tanishdilar va ular ona tilimiz hamda madaniyatimiz rivojiga qo'shgan hissalarini o'rganish imkoniga ega bo'lishdi. Tole yo'q jonimga balolik bo'ldi. Har ishimki ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yerini qo'yib, keng sor yuzlandim. Yo Rab, ne deyim, men yuz qarolik bo'ldi. Tadbirning yana bir qismi sifatida tashkil etilgan zakovat intellektual o'yinida bolalar o'z bilim va tafakkur qobiliyatlarini namoyon etishdi. Savollarga tezkor va aniq javoblar berish orqali musobaqa muhitini jonlantirdilar. Natijada tadbir nafaqat ma'rifiy, balki badiiy estetik jihatdan ham boy va mazmunli tajriba bo'ldi.